Assalomu alaykum, Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Do'stlar, bugun sizlar bilan navbatdagi o'sha boqilayotgan bo'zalarimizni ko'rib o'tamiz. Esingizda bo'lsa, bu bo'zagimizni qo'tir chiqayotganda bir video qilgandik. Mana hozir xudoga shukr ancha betlar tozalanib, yaxshiroq bo'lib qoldi. Do'stlar, sizlardan bir iltimos, kanalimizga rivoj uchun like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu bo'zalarimiz mana Rossiya Dog'istondan keltirilgan, mana iliklari qo'pol, polvon, keng bo'zalar mana xudo xolasa. Bular sementlarga gibrid deb olganmiz bularni. Endi qanaqadir parodaga endi chatishgan semental. Endi hozirgi kunda semental tozasi ham kam. Bular mana olinganiga roppa-rosa 2 oy bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, jonivorlar hozirgi kunda ancha yaxshi ketyapti. Olingani shu 280 kilo atrofida bo'lgan, hozirgi kunda shu 340 kilo atrofida ham kelsa kerak, yo bosib olsa ham kerak buni. Chunki ancha suvali mollar. O'zgarishlar ham yaxshi ketyapti. Bu mollarga qanaqa yem ratsionni bahyapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bularga bir paqir bosib silyoz, keyin shakalda shu 1 kilochi, keyin shu 1 kilo atrofida kepa, buni ichida bir 200-300 gramcha kunjarasi bor. Xuddi shundan 2 marta beramiz bir mahaliga, ertalabkisiga ham, kech paytisiga ham. Silyoz shu 7 kilo, 8 kilo atrofida bo'ladi. Kepa ham shu 1 kilo, kunjara 2 kilo atrofida, shakalda 1 kilo atrofida shunaqa bo'ladi. Endi narxini hisoblasak, undan shu 2 paqir beramiz. Ular mashinadan 2 ta nimada beramiz bir mahaliga. Shu 15 kilo silyoz esa 15 kilo silyoz shu 500 so'm atrofida olganmiz, 520 so'm ekan, adashmasam. 7,5 ming, 8 ming bo'lar ekan. Kepagimiz shu 7 ming, kunjaralar bilan shu 8 ming nima bo'lsa, xullas 8 ming bo'lib 15-16 ming deydi ekan. Bir mahaliga. Endi undan 32 ming bo'ladi bir kunlik yemi. Endi bu 2 oyga beriladi bu yemi. 16 ming shunaqa 17 ming atrofida yem yeyapti ekan bir kunda. Yaxshi, lekin ancha arzon yem bo'lyapti. Chunki unaqali oqcha kunjaralar dadil nima qilib sho'rxalab bermaymiz. Ammo shu ratsionda ham mollar yaxshi. Endi bular yosh kichkina bo'lgan. Shuni hisobiga hozir ham o'sib, ham et ham olib yaxshi o'zgaryapti mana. Mana jonivor qo'tirlari yaxshi to'kilib ketyapti. Mana betlari ham ancha tozalanib qoldi. Mana badanida ham ko'rishingiz mumkin. Deyarli qolmadi qo'tir mana. Asha nima qilgan, mana to'kilyapti mayllari, mana ko'rishingiz mumkin. Bunga asha dori qildik, bir akamiz, doktor akamiz ukol deydi. Asha LTF ukol qildik. Natriy xloridga aralashtirib, asha 6 gram qildik. Bir hafta 10 kunda yana paftur qilish kerak ekan. Shu bittasini qildik, bir martasini yana shu 1-2 kunda yana ikkinchisi pafturni qilib olishimiz kerak. Shu ukol tavsiya qilaman. Endi ancha yaxshi ekan. Endi meni fikrim, yana bir qator doktorni nazoratdan o'tib qo'yasizlar. Chunki biz qiluvdik, mana yaxshi ancha to'kib yubordi. Bu jonivor shu 20 kun, 1 oycha shu qo'tir chiqib, tuzalib ketmayincha qiynavdi. Shu ukolni qilganimizdan keyin yaxshi. Endi ko'pchilik atrobutga ham qilish kerak dedi, atrobutga qilmadik, lekin o'zi bir qilib ko'ra olish kerak edi, u ham tabiiy yo'li, lekin unga hech fursat bo'lmay, boshqa nimalarni qildik. Endi yaxshi oxir ashni qiluvdik, yaxshi xudoga shukr, hozir qo'tirlari to'kilib ketyapti. Deyarli qolmadi, yana bir qilib olamiz ikkinchisini ham.